Nima ovqat qilishga boshingiz qotib turgan bo'lsa, shu taomdan 1 soatda tayyor bo'ladigan va mazasi o'zgacha, ta'mi og'zingizda qoladigan va qayta tayyorlashga majbur qiladigan taomlarimizdan bittasi. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Qizib turgan yog'imizga kartoshkalarimizni bo'laklarga bo'lib olib, solib, chiroyli qilib qizartirib olamiz. Qizartirib olib, ketidan sosiskalarimizni ham to'g'rab solib, ularni ham qizartirib olamiz. Chiroyli qilib qizartirib olganimizdan keyin sosiskalarimizni ham olamiz va ozgincha yog'ini olib, tagida ozroq yog' qoldirib, sosiska va kartoshkalarimizni solib, bitta yaxshilab aralashtirib, ustiga tuxumlarimizni chaqib chiqamiz. Tuxumlarimizni chaqilganimizdan keyin 15-20 minutga dimlab qo'yamiz va shu bilan oila a'zolarimizga chiroyli qilib taqdim qilamiz. Ularning duosini olishda davom etamiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta saqlab qo'yinglar, menga obuna bo'linglar, kommentariy yozib qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim.